فأما اليتيم فلا تقهر وأما mayli mayli. Parfümeriya zavodga keldik, parfümeriya. Mushkam baranozlar ishlab chiqaradigan joy ekan. Mana bobocha. Bobocha. Hoji bobocha. Ha, gapiring. Gapiring. Mana mushkambarlar, duxular ishlab chiqaradigan zavodga olib kelgan. Sherda biz hali. Bitta delegatsiya olib ichkarida. Ham shular Tojikistonliklar ekan. Mart oyga qancha shu gul satardi 25 kun qolibdi, mana shu mavsumi bo'ladi. Shu bir elga bu 40 kun vaqti bor ekan. Bir kunga mana shu bir hayotda 50.000 dona gul teramiz. Uni ertandan 5,5-6 baja termasak diga vaqt terib bo'lmaydi. Chunki uni ertandan tersak biz bu gullarni qobil turgani ichkar matir bor edi. Hatta o'tsa bu ochilsa, muatrama chiqib ketadi. Uni ertandan terib olib kelamiz, mana bu ishkarga qozonlar katta-kattasi ishkarga mana shuni o'zi. Shu bir qozonga 10.000 dona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'yamiz. 10.000 dona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'ydik, ustidan 25 litr suv olib qo'yamiz. Mana bu suv shu gul sartardi suv. 25 litr suv qo'ygandan nari mana buni og'zini bunga qilib qolmab, ikkiga qilib balastar qilamiz, buni buxori chiqmasin, havo olmasin. Buni 8 soat qaynatamiz. Bu shu qaynab mana shunda buxori jam bo'ladi, kelib mana bu shan ichiga tomib turadi. Ko'ringiz 10.000 dona guldan 25 litr suvdan 8 soat ichiga mana shuncha atir chiqadi. Motivasiya teatri bilan ta'kiddan mataga suv bo'lib qoladi. Biz ana shu atirni dibadan shprisma tortib olamiz. Biz mana Tashqariga chiqdik. Shu zavodning hovlisi. Zo'r ekan hovlilar. Chiroyli joy qilingan ekan. Ana bu yoq уже magazin. Ya chiroyli joy qilgan. Kechqurun kelib o'tiradigan joy ekan-da. chiqqan lekin issiq. Salqin bo'lsa ne? Endi bu yer tog'liroq zonasi ekanda, Makka issiq-ku. Ana shu bilan darvozdan chiqib ketamiz.
Chiroyli joy qilgan ekan baribir. Mana yerga ham o'tirib rasmga tushsa bo'la. Ha, o'tiring. Rasm. Yuring. Yuring rasm. ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل Ağız atışga tayyorgarlik. Bizi har doimgi joyga o'tiribmiz. Og'iz sherga ochamni nasib qilsin. Asrda o'qidik, endi shomda o'qiymiz. Keyin xuftonda o'qiymiz, xudo xohlasa. Mana kaftarlar. Ana biz Nigeriyalik yigitlar. Oldu. Yo'lga chiqyapmiz, yuryapmiz endi xudo xolasa mana. Alloh taolo qilayotgan safarlarni qilgan ibodatlarimizni, ziyoratlarimizni o'zlariga dargohida husnul qabul qilsin. Amin. Alloh taolo onadan yangi tug'ilgandek ziyorat vatanga qaytishlik rozali salovat, sog' salomat, chiroyli holatda uchun vatanimizga yetib borishligimizni Alloh taolo nasib ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رب يسر ولا تعسر Allohu akbar. Onalarning nasibsini endi boshqa ko'rmayapmiz, hatto hozir ko'rmaylar o'zi. Ona har bittalarga bir minutdan o'tkazmay javob berdi mana xizmatlarimizdan, qilgan ishlarimizdan, mehnatlarimizdan rozimisizlar? Rozimiz, rozimiz. Sizlarga qattiq gapirgan bo'lsak, qattiq gaplar o'tgan bo'lsa, xudo uchun kechirasizlar. Xizmatimizdan rozi bo'lgan bo'lsalaring, buni Alloh taoloning fazlidan duolaringda ota-onamizni haqlariga duolaringda eslab qo'ysalar xursand bo'lamiz. Xo'p, endi hozir tartibimiz qanaqa bo'ladi desa, Madina Munawvaradan Toshkentga bizga bilet yozishgan inshaalloh. Xo'p, qaranglar, men bitta narsani his qilaylik. Avvaldan kelishib olaylik. Akmal shu galsincha yotdi Akmal. Sizlarda 3 kunlaringacha sizlar bilan birgaman. Qachonki sizlar registratsiyadan o'tib ketasalar, keyin bir nafa solib xotirjam boshqa ishga harakat qilamiz. Bungacha men aytgan haligacha yillik boshida. Bundan chiqqanim yo'q. Aytganim deganim. Endi qaranglar, shunaqa holatlar bo'lyapti. Ba'zi birlar
masalan samolyot reyslar atkaz bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan gapni hammamiz shu peshonamizga yozib olamiz. Avvalo Alloh taolo nasib qilsin chiroyli bo'lib uchib ketaylik. Mabodo qanaqadir holat bo'lsa, Alloh behikmat bo'lmaydi. Hechdir. Bunga biletni yozib reys raqamlarigacha tashlab berishdi. Hamma yo'q, Xudo xolisa chiroyli inshaalloh. Mabodoga bir qaysidir holatda bir narsa bo'lsa, shuncha birga bo'lib aktivkachiligimiz bir pul bo'lmasdi. Shunaqa odamlarni ko'rganimiz uchun aytib qo'yaman. O'zlarini xotirjam his qilinglar. Men borman, hech kim hech qayerda bir sarson bo'lmaydi yoki anaqa bo'lmaydi inshaalloh. Tushunarlimi? Qanaqangi savollar bo'lsa, xo'p. Endi Madinadan Toshkentga uchamiz. Uni reys o'tirgandan keyin bolalardan iltimos qilamiz, grupani. Mana biz samolyotga o'tirdik, Xudo xolisa falon vaqtga yetib boramiz deydi. 9 soat. Hozirgi vaqtdagi polyotlarning soati 9 soat. 8 soatdan. Chunki Turkiyani Trabzon orqali aylanib uchyapti-da samolyot. Shuning uchun 9 soat atrofida uchadi. Endi o'shani hisobiga O'zbekistonning Luboy hududidan Toshkentga kutib olgani kelishaveradi. Ulgishadi, bemalol. Masalan, Surxondaryodan boramiz desa, 9 soatda bemalol Toshkentga yetib kelib bo'ladi. Shunaqa 6-8 soatda kelsa kerak. Endi agar shunaqa hisoblaymiz, yo'q. Masalan, yengil mashinada kelsa, bemalol ulgiydi demoqchi. Shuning uchun registratsiyadan o'tganda uydagilarda agar Toshkentga keladiganlar bo'lsa, uydagilarni ogohlantirib qo'ysalar bo'ladi. Bo'lmasam, ungacha hech kimga xotirjam bo'l. Peresadka qilishi mumkin Turkiyada. Benzin salarkasi kerosinga tuyishi mumkin. Bundan avtobusga chiqib olayotgandim. Shu keyin o'ylab ko'ramiz. Yetar aytgan. Qiltin deganda ham bo'ldi, hozirda tayyorlaning, dokumentlaringizni hozir tayyorlab olib borib qo'yib kelamiz. Ortiga tushinglar. Chiqarish bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Vatanga qaytyapmiz, vatanga. Xudo xolasa. Ochaman. Bo'ladimi? Oldiga Laboy ko'ryapti-ku. Nariyoqqa ochib qo'ysangiz bo'ladi. Sizga bo'ladi. Bajar bo'ladi. O'zi eng tuzdan endi. Mana bor. Shundan deyishim o'zi. Eski binolar buzilib, menimcha yangi qurilsa kerak. Texnikalar ishlayapti. Mana eski qurilishlarni buzyapti, lekin tinmay. Mana shu yerlardan binolar bo'lgan. Mana shu yerdan bino bo'lgan. Sement anaqa qilgan, to'rda anaqa qilib, setkani qilib qo'yarganda. Bo'lmasa yemirilib tushaver aytganingizdek. Madina ketdik. Madina Makkadan 450 kilometr. Mana shularda binolar bo'lgan. Chap qo'ldimi? Buzilyapti. Buzib tashlangan. Tog'larning ustiga domlar.
Şu yerlerden bino ko'p bo'lgan ekanda Farhod aka. Bu yerlardan qarang buzib tashlagan. Bu yerlarni yedirib yangitdan anaqa qiladi. Snos bo'lgan ekan bu yerlar. Mana. Snos joylar. Shular odamlar yashagan mana shu yerda. Hovlini ko'rmadik ya. Hovli Suday suyini ko'rdik-ku. Bitta o'shani ko'rdik-da. O'shani taqdimimizda. Mana tuya boqadigan dalalarni ham mana shundan ko'rib bilan bittagina qarab qo'yib cho'pon eslagan. Cho'ponlar hozir qilib beradi. Lekin menga cho'zida bir kanal bor. Ko'pincha Iliq bo'lib qoldi, ha? Ha, ilib qoldi. Nimaga? Odam ko'pmi? Xalosda ishlatdimi bilmasam. bagajni qilishni qilyapti. Shifasini Starbucks. Qoldi qoldimi? Yahudiylarni. Kolani olmadik. Olmadik. Donos chiqyapti-ku uni. Mayli, boshqa. Vozdiq. Mayli. Ha. Madinaga yetib oladi inshaalloh. Hozir ochamiz. Yo'l ko'lda ham olamiz-mi? Go'shtanda. Yachding. Necha go'sht olib keladi? Mehmon emas, u mezbon. Savatda chiqib O'zbek restoranga. Mana nimadagi haramdagi soat. 500 soatda ichgan joy olishdi. Endi ishlayapti yana. Ha, endi ishladi. Voy xalasi bo'pti-da. Ana shahar. Qani u? Badrikda. Lekin suv bachogida oqi hammasi yerga ekan. Suv bachogida oqi. Jidda. Jidda ketdikmi? O'ngga ketdik. Jidda unda o'ngga aylanib chapga ketadi-da aeroportga. Biz Madina ketyapmiz. Ana elektrichka eylak. Ana elektrichka. Ana elektrichka tayyor turibdi. Mana shu yerdan Madinaga gazlaydi. Bu odam mazasini qo'shilmi? Öyle. Benzin tıkılagan. Go'sht elektrichkani biron joyda foyzini qo'ymagan. Orliq qilib kirdik. Ukamiz ko'rgani keldi. Aka, mana shu boshladi. Yema, og'zicha. Yo'q, yemasam bo'lmaydi. Ishlaydigmi?